Salom bo'lasiz sizlar bilan har doimgidek gangster. Bola bugungi videomizda sizlar bilan Kamol Qohorov aka videolariga reaksiya qilib ko'ramiz. Yangi chiqqan videolar bor ekan 24 soat qishloqda. Menga shu video qiziq bo'ldi. Shuning uchun sizlar bilan birga ko'rishga qaror qildim. Bo'lmasa biz videoni ko'rishga boshlaymiz. Ketdik. Toshkent sharoitida katta bo'lgan vlogerlar qishloqdagi hayot qanaqa o'tishini bu videoda ko'rib olasizlar. Sizlarga yoqishi aniq. Va unda o'rtoqlar 24 soat vaqtimizda boshlandi. Bo'ldi, biz shu qishloqda qoldik o'rtoqlar. Nima qilamiz, qanaqa vaqtimiz o'tadi o'zingizlar video davomida ko'ra olasizlar. Eng qizig'i Nodir kiyimiga ahamiyat beringlar. Bona Italiano. Krossovka kiyib olibdilar, brata, shunaqa kiyimlar bilan. Bundan ham qizig'i, dudoshi qorniga e'tibor beringlar. Nima? Stilni kiyinib krossovka kiyib olibsiz, g'alati bo'libdi-da. Qishloqda bunaqa kiyinib bo'lmaydi. Shuning uchun agar sizlar ruxsat bersanglar, kiyimlarni almashtirib. Mana, ko'ryapsizlarmi? Mana kiyimda krossovka. Italyanskiy kiyim и krossovka. Gap yo'q. Birinchi bolni o'zimiz boshlab beramizmi? Davaychi. Lekin mana bu kiyim olganimga baho bera olmaylar. G'irt qishloqqa chapanib olaman. Unda o'rtoqlar. Sigir sog'alalar yo'q biratan oxirida. Let's go. O'rtoqlar, mana bizani formalarimiz tayyor. Kimni kiyimi ko'proq yarashgan bo'lsa, o'zingizlar iltimos kommentar. Shu joyda aytib ketaman, Kamol Qohorov bitta yaxshi kiyingan deb o'yladim. To'g'ri sevindim. Haqiqatan qishloq bo'lib ketibdi. Qatnamizmi o'zi bugun yo'qmi? Kiyimi yarashmagan odamni yechintiramiz. Sizni yechintiramizmi? Edit joylari yo'q. Doimo rozi. Rostdan. Maza qilishamiz deyman-da. Qiladigan ishlarimiz juda ham ko'p. Hozir birinchi o'rinda Dudosh aytgandek, hammani qorni och. Davayte завтрак. Shu ko'rsatib o'tamiz. Sizlar tuxum qo'ringlar. Biz bolalar bilan pomidor sotib olmaymiz. Nima qilamiz Nodir? Teramiz. Kuyib ketgan tuxum yeysizlar. Kuyib ketgan tuxum qo'rishni bilasizmi o'zi Rayhonmi? Zo'r ovqatlab pishirish bilaman. Golubsi, osh. Va o'zing reklama qilma. Kelin qidiryapmiz degan hech kim ko'rmayapti. Mayli, sizlar ovqat tayyorlaylar, biz yo'lga ketdik. Shohruzga qishloq hayoti odatiy holat, lekin men Toshkent shahrida o'sganman. Hech qachon pomidorni yerdan sug'urib olib ko'rmaganman. Men har doim sotib olganman. Qanday sug'urib olmaslik mumkin? Shuncha yil yashab. Bizga odatiy holat. Samarqand, Urgut, Amonkutan, Sila. Tuxum qanaqa chaqish bilasan? Buni просто qo'yib qo'ymaysan, yorasanmi? Xo'p. Qani? Oyog'i. Yo, uchoqqa pishiramiz. Xuddi uy egasini so'ragandek so'raysiz. Men qayerdan bilaman? Men topdim. Cringe. Xolodilnikda bodring bor. Pomidor topib kelgandan keyin pomidor bilan bodringni to'rab salat qilish kerak. Qani pomidorlar bormi rostdan ham? Baqil. Mana bitta baqillo. Baqlajonni qara, baqlajon, Shohruz. Vo, mana pomidorlarni. Birinchisi qani. Kassas sog'lavoraylik. Opa, gap. Men hozir borib tog'ora olib kelaman. Ametni, voy, men 3 tali pomidormi? Kichkina pomidorlar olaver bularni ham. Shohruz. Yo'q, men biraman. Sal qizlar orasida qolib ketib qolman-da. 5 ta pomidor yetadi. Ayyo, mayli. 5 ta. 6 ta. Mana shu bolaga qiz bo'lsa bo'ldi-da bori. Qaranglar, menga tuxumni yuvib beringlar. Tuxumni nima qilasan, yuvma? Tuxumni nega yuvasan? Yuvish kerak, o'zi tovuq Tuxumni yuvib chaqmaydi-ku. Ichidagini yeydi-ku. ko'tidan tushadi. Mana buni qara. Mana bo'lmasam. O, bu globi pomidor ekan, rozoviy pomidor. Nima? Globi deydi buni. Globi? Ha? Bu Yusupskiy rozvoy pomidor deydi. Yo, bizda glob pomidor deydi. Samarqand, Urgut, Omonko'tan. Bittalab yuvasanmi? Bo'q turibdi-da, tovuqni. Ma'lummi? O'rtoqlar, aynan sizlar qaysi viloyatdansizlar, kommentariyga yozib qoldiringlar. Balkim keyingi safar aynan sizning viloyatingizda borib, biz 24 soat yashab qolamiz. Misol uchun hozir biz Toshkent viloyatidamiz. Balkim keyingi safar Samarqand yoki Buxoro bo'lar. Kommentariyga yozib qoldiringlar. Jizzax bo'lsin, Qaysi Jizzax. viloyat ko'p yozilsa, o'sha yerga boramiz. Go. Jizzaxga keldik. Aytgancha, like, kommentariya, podpiska bosmagan onasini yaxshi ko'rmaydi. Like, kommentariya, komment yozildi, bo'ldi. Hamma ota-onasini yaxshi ko'radi. Men bitta tipratgan o'lyapti. Если что, bosib qo'yganman 86 ming prosmotr. Yo'q, bana urib bir
2 kunda. Ha? Proskon o'lyapti, qara. Men bitta tipratikon o'libdi. Qizlar, Qizlar. Ha! Men bitta tipratikon o'lgan. Yevoring. Voy. Nima deb o'ylaysizlar? Qanaqa kulish bu? Muska o'ratganlar urushga yaxshi. Sen aytdingmi yevoringni? To'g'ri bo'lib Men ketdi. senga yaxshiroq ko'rsam, sen menga tipratikon o'lgan tipratikon yedirmoqchimiding? Yo'q. Qanaqasiga? Chunki yengsam baribir yemasdingiz. Qarang, yuzingizga mos ekanman bu. Dudosh, qo'yib tursang qo'limni yuvib olardim. Voy 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 voy. Kamol Qo'qorov uylanyapti. Men tushunmayman, ne hali ham ovqat qilinmagan. Gugurt olib kelib qo'ying. Xo'p, uzr lekin. Endi nima bo'lyapti? Ovqatlar tayyor bo'lyaptimi, Rayhon? Ha, hozir qovuryapti. Tuxum qovurish voy, 2 bitta qartash yeyman men. Yo'q. Esishdi. Ancha muncha yigitlarni qalbini sindirgani yetmayaptimi, Rayhon? Hamma bilish shart emas. ha, qara Rayhon, sani uchun. Terib keldingizmi shularni? Sani uchun olib keldim. Kichkina ekan. Menga qara Rayhon. Tuji mera dikta he yara. Necha yildan bilan? 4-5 yildan beri tanishmiz. Lekin sevgi muhabbat yo'q. Chunki buni bo'yi uzunda, bo'yim past. Ozgina o'smay qolganlar, menga yetolmay qolgan. Endi meni aybim emas-ku. Siz hozir rassom ustidan emas, rassom ustidan kuldingiz. Auf tu duru du 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 dun tu duru du du du. Bag'da siqilibdi, avfga nima bor? Kim mana bu tuxumlarni sindirib tashladi? O, tuxumni qovurish kerak edi, ustiga o'tirish kerak emas edi. O, Rayhon! Diring, xolajon uyga kiring. Yangi patir pishguncha eski nondan yeb turing. Men bo'ldi. Gapirib bo'ldi. She'r aytganimga pul bermaysizmi? To'g'ri. Ana bodiring. Bolalar, u yog'iga biz dam olishimiz kerak, ish qizlik qilish kerak, как будто, net. Shu gapinglarga yeyibsizlar issig'idan. Yo, mana biz yotishimiz kerak, dam olib, qorinni qichib. Qizlar o'zi tez-tez ovqatini qilish kerak. Menimcha, tuxum qovurishga endi bolalar yordamlashmasa kerak, tuxum qovurishga. Erkak Hatta men birov bu hamda qilib berardim. Bu hayotda bola chaqqani boqish to'g'rimi? Pakashda oramizda bola chaqqa yo'qmi? Biz dam olamiz. Как понял? Men nima qilishim kerak edi? Bola chaqa qilishing kerak. Yurindi. Shohriz, ash qizlarga suyaging yo'q deysani. Bahorlarda ochilgan boy chechagim, dutarananan moy chechagim. Uchtasida ham gugurti yo'q. Значит, bugun och qolamiz. Zajgalka to'xta. Gugurt yo'q, zajgalka bor. Voh, qo'y. Pomidor zo'rmi, dudosh? Sip-sveji, hozir sug'urilgan. Daladan shundogina. Yoqdimi? Yo'qda, rahmat, topinganing uchun. Pikmiymi, dudosh? Pikmi, dudosh. Rahmat. Urishmaylar. Asosiysi urishmaylar. Pikmi Pro Max Ultra Galaxy S98. Lekin chani tuxum pishirishga olib qo'yarkan. Esimsiz. O'zimiz qilaylik hammasi. S98 ga nima bor? S98. Qizlarni o'zimiz qilaylik. Mani tuxum qilish yorib oladigan odatim yo'q. Lekin buncha yog' solinmasdi menimcha, yana bilmadim. Tuxum ko'p. Ana, olinglar buni. Tuxum yog'iga Kartoshka qavuryapti. O'yladi-yo bular. siz yuribdi. Ne videoga olsin? Sasuvosin. Hozir bitta originalni Rayhondan eshitamiz. Davay Rayhon. Ne syomka qilyapsan? Sasuvosan. Keling, men bundoq qildilar. Bitta imdo olib turlaring bo'ldi. Nima bor, tuxum o'xshamayapti, Sevnur? Kimdir Mundo. buyurtma beribdi, chala Va pishgan mundo. tuxumni. Men buyurtma, meni buyurtma. Nima yoqmayaptimi? Yo'q, buyurtmaysiz. Chiqmaydi. Kerak bo'lsa pishirib oling. Bunaqa tondachi bilasiz, siz kim bilan gaplashasiz? Siz bilan. Nahotki Shahru Svini ham yedirishyapti o'rtoqlar, bilmadim lekin. Ya, voy. Yedirish endi boshlanadi. Bitta oshtana. Yeb qo'yish. Yedirish endi boshlanadi. 2x yeb qo'yish. Ya, yamrat. Yedirish endi boshlanadi. Voy, 3x bo'lmay qoldi. Tuz chiqib ber san san tuz olib chiqib ber. Kirib ol o'zing. Siz yeysan salatingni. Qilla, farqi o'zman sepib Dudoshim o'zing olib chiqib ber tuz. Ham bo'ladi. Dudosh, iltimos o'rtoqlar kommentariyaga Dudosh pikmi deb yozib qoldiringlar. Dudosh pikmi. Yo'q, men yemayman. Ay, u yerdan beri siqildi. Ana tog'ni. Adosh siqilib qolingiz biratan. Balandligini o'sha meni o'zimga bo'lgan samatsang.
Suv separmi? Ey! O'zbekistonskiy. Voy. Mani jahlimni chiqazmasan. To'xta! Voy. Voy. Qaysi qo'yib yuborsiz-yu? Bering hay. Ber desa beravermayman-ku. Ber desang beramanmi? Men ber desam berasanmi? Yo'q, men ishlab so'rayman. Mana ishlayapman aytayapman. Просто gigiyenaga ham to'g'ri kelmaydi ozgina. Iltimos, ovqatlanaylik, iltimos. Men dudosh bilan ozgina tuxum pishirib chiqay. Kema, ko'zimga. Nixan. Yo'q, sota, Azoblashasiz, haqiqatdan. Aytmaymi, nima aytmayman? Xotin, Kichkina tarelkachalar bormikan? kichkina rayhon bor. U 25 minutdan beri ikkita tuxum pishmadi hali. Qanaqa qizsizlar вообще savolim qat'iyan. Bu gap menga tegishli emas. Ey. Chunki men tuxum Yo'q, hop, salatlarimiz qani? Qizlar Pomidor, bodringlar qani, rayhon? Rayhonga vaqti farqi yo'q ekan boru, Yo'q, rayhon. mana pomidor, bodringlar qani boyagi salatlarimiz? Amma olib borib Hop, qo'ydim. tarelkalik, Kichkina tarelkada olib olmadim, qayerdan qo'ydingda, men bu yerda yig'ishtirma, stol ustini qara, Shu yerda o'tiramizmi? Men ichkariga taxlayapman. Bu yer issiq-ku. Shu qizda ham kimdirga kelin bo'ladi-da. Ketdik unda men nonlarni olib kiraman. Ichkariga Da, bo'ladi. Mancha kontent agar sizlarga hozir yoqayotgan bo'lsa, kommentariyada любой fikringdan qoldiringlar, qaysi viloyatga boraylik, qaysi viloyat qishlog'iga boraylik. Например, men Jizzaxga. xohlardimki Samarqand, Urgut, Omonqo'tonga borishni xohlardim. Kimlar borishini yozinglar. Men qizlar menga yoqmadi, bo'lmadi bular. Bolalar kelinglar. Va nihoyat o'rtoqlar bizani zavtrakimiz tayyor bo'ldi. Qizlar bir amallab tuxum qo'rdi, yeb baho beramiz bunga. Obedda zavtrak qilamiz. Shu bilan qizlarimiz 1 soat tayyorlagan ovqatini 1 soat, qaranglar, 1 soat bo'lgan bo'lsa, bu yerda 11 minut. yeb oldik. Svetgacha men qavur bo'lardim. Qolganlarga bilmadim. Qizlar tuxum uchun kattakon rahmat, zavtrak uchun. Lekin shuni o'zi Qiz bilan bola bo'lib qutulib bilmadim. qolamizlar. Chunki biz qishloqqa kelib, somsa qilmasdan keta olmaymiz. Chunki mana shu xonadonni bizga kirib yashashimizga ruxsat bergan Dildora xolamgilar o'zlari somsa qiladilar va hozir sizlar Ismiloli somsa birga qilasizlar. O'zingiz qizlarga somsa qilishni o'rgatasiz. Bo'ldi, endi mana shularni ishga olaman. Keyingi yildan, Bahorda, ha? Biznes. O shaxtaga kir. o'zingiz o'rgatib turasiz. Kir. Soqqa deb o'tdilar-yu. Birinchi unni eldan o'tkazamiz, a? Dildor opani yordami bilan qizlar unlarni elidan o'tkazishib oldi. Senor yordamlashsizchi, faqat aylanib yurishni bilib olsin. Kir ichkariga dedim men senga. Ovqat qilmaysanmi? Yo'q. Qonnimi och. Ye boshqa narsa. Хорошо. Mana tepada hashi o'tillar bor ekan. Nima deysan? Chiymi o'tillardan. Baribir hozir olov yoqiladi, to'g'rimi? Voy, ancha qarib qolman ekan. O'tin tayyor. Qarib qoppa. Hozir bo'ttik rasmi? Qishloq hayot qo'shnikidan olib tursa ham bo'lib turadi menimcha. Lekin hojatxonasiga mazza Qishloqdagilarga dedilar. Nima qildim hozir? Qo'shnini tepasiga chiqib o'tin o'g'irladi. So'ramadingizmi? Yo'q. O'g'ri yesa o'g'ri. O'g'ri любой joyda o'g'ri. O'g'ri shaharda ham o'g'ri. Qishloqda ham o'g'ri. Samarqand, Urgut, Omonqo'ton. Sepkillarini ketkazadi. Как раз kerak ekan. Sepkili yo'q. Bor. Серьезно, sepkil наоборот estetika-yu, вообще chiroyli ko'rinadi. Menga yoqadi. Menga ham sepkillarim yoqmaydimi senga? Nega? Yoqadi. Nega unda soch yubormayapsan? Yuboraman. Yubor. Bo'ldi, boring, Rayhon yordam beryapti bolalarga gap otib yurmasdan. Qizlarimiz ancha ishga o'rganib olib, Dildor opani yordami bilan ismaloqli va qovoqli somsalarni tayyorlab qo'yishdi. Hozir endi somsalar tayyor bo'ldi, xudo xolasa borib tandirga yopsak bo'ldi. Ochkimga baho beringlar. So'nggi model. Bitta taqib ko'ring, bitta. Wow. Ana bo'lmasam, qizlar Futbolga. o'ylaguncha biza Go. mahalladagi bolalar bilan mazza qilib futbol o'ynaymiz. Futbol o'ynaydiganlar bormi? Katta bo'larmi deyman. Qishloq bolalari bilan futbol boshqacha bo'lsa kerak-a? Futbolga qani soldatlar ketdi. O'rtoqlar, bolalarning ko'pligini qaranglar. Mana bu haqiqiy qishloq hayot. Qochinglar, mashina kelyapti.
Kum kuk Jiguli. Eslatadi sevgimizni. Jiguli. Qo'shni gulli. Qo'shni gulli. Abisi ol ataman gapiyor. Shular balacharni edit qilib mashhur qilib yuborish kerak. Ana bo'lmasam, poylarni o'zgacha suyib, mana bu futbolning poylar deyiladi o'rtoqlar. Nima olib qo'yishgan? Dronda lekin dronda. Eshlaring mani, bir-biringni ishlaringni yechmalaring, tushunlaringmi? Hozir biz endi 3 ta komanda bo'lishimiz kerak. Yirtadigan bizamiz. Da bu yoqqa. Voy, gap yo'q, davay, gap yo'q. Qizlar, bundoq qilsam baqirasizlar, tushundinglarmi? Davay dedi to'g'ris. 2, Men 3 aytmadim. ketdi. Mana motivatsiya sallaga davay. Komandamiz nomi Barselona. Barselonaga xos o'ynaymiz. Oldu, gol urdi. Arsene bo'lam. Tushundingmi? Kibarda kim? Men. Senmi? Jonim, sen assolim o'zim. Assolim, sen mamnun o'ynaysan. Samarqa, sizlar hammanglar himoyada. Isming nima? Mahmuddan. Men unaqa. Ko'pdan oldinglar menga berasizlar, xo'p? Mahmudton. Futbol hamma yaxshi o'ynaydi, to'g'rimi? Ha? Biza yutishimiz kerak. Tushundinglar? Bo'ldi, bizani komandaning nomi Qirg'iz. Qani? Hamma joyda qirqiymi deyman Kamol Qo'xor. O'yinni dodasi bo'ladi o'rtoqlar. Unda Liga chempioni boshlandi. Arsenal var. Ketdi! O'yin boshlandi. Davay! O'qoy! Voy, biratan yomon o'ynashadi-da futbolda ham. Voy, mikrofonni qara. Onu qaranglar, mana. Mikrofon sakrayapti. Voy bala. Voy. Davay, ey! O'tdi! Davay, gol ur! Farqi yo'q. Davay, sen ishonaman! Voy. Voy. Voy! Urmadi. Boshla. Lekin mazza o'tdi vallahi. Men urardim. Mazurman-da, chunki hammasidan mazurman-da. Azoblash. Davay, ur! Sor! Kallasiga tegmadi, to'g'ri sevi. Ne? O'yin juda qizg'in bo'lyapti. Bitta golgacha yutgan komanda bilan bizani Qirg'iz komanda o'ynaydi. Защитник! Mana shu atmosferasi chotga chiqdi. Qarqoq deydi ana. Защита! Vashimga tegan istadim. Va Nicholas Jackson bo'ldi. Tamam, o'zimiz. Gol bo'ladi hozir. Bitta komandada o'ynash kerak ekanda bularni. Qanaqasi ko'rolmadi? Qanaqasi ko'rolmadi? Balon qanaqasi ko'rolmadi? Barsami Realmi? Realmi? Bo'pti boring jonim. Barsami Realmi? Dushevkachalar. Ha, senga Realmi? Barsaga balet qilasizlarmi yoki Realga kommentariy yozib qoldiringlar. Ammo gol urolmayapti boydan beri. Biz bularni o'yini boshlanadi hozir. Kamol Qo'xor kutlandi. Voy, gol. Hozir gol bo'ldi. Endi Kamol Qo'xor bo'lishi kerak. Hozir bitta o'zi shunda gol urib kelaman bo'ldi, ko'rasizlar. Voy, bola bo'lib qoldi. Yoshligimni bir esladim. Changli poylada. Poylada. Tepardim. Zo'r Poyla. narsa bo'ldi. Bolachalarni ko'zdagi quvonch ko'rib, odam yanada o'ynagisi keladi. Baxt uchun yana nima kerak? Prosta bolalarni qaranglar ko'ziga. Qalaysan? Yaxshi. Yutasizlarmi? Da? Ko'ngilligingiz. Ko'ngilga tuzalgansizlar-ku. Nima? Karilayaptimi? Va bizlar komanda karilayaptimi bu? 100% yutamiz. Yo'q. Bo'ldi. Mana, bular qo'rqib qoldi o'zi bular. Nodir, keling. Bo'ldi. Voy, osilib qoldilar, ishoninglar, anchadan beri futbol o'ynamagandim.
Ukajonim, yutishimiz kerak, xo'pmi? O'ynay berasanmi? Qayerda o'ynaysan? Hujumdami, zashtadami? Zashtada? Zo'r o'ynaysanmi zashtada? Davay zashtaga ukajonim. Kim hujumda? Bo'pti, 1-2-3 boshlandi. Bir ko'ch boshlandi. Oshir, ket, ber bor. O'yna Oshir. Roka. Oshir, ber bor. Ket. Urib ketibdi. Mazza bor to'rtola. Oshirlaringni. Vartaga dedim. Shohrux, mana bu yoqqa. Tema. Ber. Tamam, bir kayfda. Blogerlar o'ynaydi boshqa. Undan ham kayfda. Voy, charchab qoldim. Nima charchab qoldim, ey? Odam juda ko'p-ku. Eng qizig'i. Bola shu joyda videoga like bo'lsa, o'g'lim qo'yish esingizdan chiqmasin. Mani sog'am bor hali. Sizlardan chiqmasin. Voy. Давай. Voy. Давай, Ko'mo, qahqo. Hamma kelsin. Kelinglar bu yoqqa, bolalar, hamma bu yoqqa. Qaranglar, juda ko'pchiliksizlar. To'g'risi, men bunaqa ko'p bo'lasizlar deb umuman o'ylamagandim. Quruq qo'l bilan kelganimiz yo'q qishloqinglarga. Faqat qizlarning sovg'asini qizlarning o'zi beradi, xo'pmi? Bolalar ko'pchiliksizlar, faqat bu narsani talashmasdan, almash-balmash o'ynaysizlar, xo'p? Ko'pto. Bolalar, talashmasdan faqat, xo'pmi? Qaranglar. Yo'q, talashmaylar, o'zim beraman. Ukamga bering. Senga Uka. mana birinchisi. Mana ikkinchisi. Hadi xush bolalar. Sho'risi tif foram ya, kuchchalarga qarab turadilar. Turaylik. Kamal Qahhor baga. Sho'risi emas, uzr. Hozir mana eng kichkinalarga berishga harakat qildingizlar, ko'p-kattasilar, to'g'rimi? Hozir tep borasiz-da. Ana. Kim shu strip Sho'risi yetib ekan. tez bo'lsa o'sha ovozsin. Qizig'i men emas, Shohruzni o'zi debadi, davay jigarim. Qizig'i. O ko'cha qayerga ketibdi? Podpiska tashab qo'yinglar o'rtoqlar. Davay, rahmat hammaga. O'rtoqlar, o'ylaymanki, hamma xursand bo'ldi. Men vashcha emotsiyaga to'lib ketyapman. Hozir borib endi chang holimizda mazza qilib tayyor bo'lgan somsamizni yeymiz. Somsani lekin 5 minutda Qora kelishadi. ochib ketdi, somsaga boringlar. Biz amaki va chara. Nuri Muhammad ukajonim yiqib tushibdilar. Men shu ukajonimni men o'ziga alohida sovg'a olib beraman. Faqat unaqa yig'lamang, xo'pmi? Malades, ketdik. Hozir o'zida mana do'konga keldik. Ukajonimizni xursand qilamiz. Nima olgin kelyapti shu do'konga? Top. Kaptok. Xursand bo'ldingmi? Top mazza. Yana nima olgin kelyapti? Emas. Nima xohlaysiz? Kaptok. Chipslar. Chips. Bu sanga. Kukuruz, Yana nima olib chips. xohlagan narsani aytlar. Yetadimi? Bu soddaligini qaranglar, buni yetadi deydi. Qale Lays. ukajonim, xursand bo'ldingmi? Mendan xafa emasmisan? Ne? Yo'q. Eshigini-chi, xafa emasmisan aniq ukajonim? Yo'q, ukajonim. Eng muhim xafa bo'lmagan bo'lsang bo'ldi. Hozir ozgina sovsa yeymiz. Kep qolinglar, olib qolinglar mana. Somsalar bor. Somsa yeyman. Yuragimni tandirdan uzib beraymi, yeysanmi? Somsa yeyman dedim-ku. Короче, ikkita bola bo'linib, kimni tanladinglar deb kelinglar. Bu meni o'zimga o'xshagan shirin komandam. Biz komandamiz otini nima qo'yamiz? Chaq. Tozaveramiz. Zirgarlik bo'lib ketdi. Qizlar qarang, oli. Давайте. To'xtanglar, men otay endi. Menga. Qiz bolalarning joyi kerak emas. Oxiri o'tib qizlar. 24 soat videoyimiz o'z nihoyasiga yetyapti. Ana o'zi mana shu ukajonim hozir videoni tugatib qo'yadi. Nimadir bor? Kanalga obuna bo'ling. Meniki ham. Bo'pti, charchamaylar. Like bosib obuna bo'lib qo'ying.
baxt oddiylikda degan narsani asl ma'nosini tushundim. Zakadrim bo'lgan voqeani aytib beraman sizlarga. Biz dronchik olgan chaqirganmiz. Dron uchirib beradilar. Bo'ldi, kadrda ko'rinmaydilar. Shu darajada ko'yniga tegdi okani syomkadan keyin antiga men ko'rgan mana mampdagi bolachalarni har bittasiga bittadan marojnoy berib, ko'ngilga yozganlar. Bunaqasi hech qachon bo'lmagan. Emotsionalniy davleniya bo'ldi hammaga. Ha, esimda qolgan narsa o'rtaga tushar o'ynagan. Shunaqa maza qilib o'ynadim. Bolalar shundoq ko'pda. Shunaqa o'shalardan bittasi hozir menga mana shunaqa narsa tashlab ketishdi mana. Xat menimcha. Nakleykalar yopishtirilgan mana shunaqa qog'ozlar. Rahmat. Olib ketaman buni o'zim bilan. Menga juda ham yoqdi. Bu menga yengillik emas, shtobi qishloqda yashash, chunki men oldin yashaganman, Sirdaryoda, Malekda yashaganman. Lisi kal bo'lib yurardim. Ana o'tlarning ichida mol qo'ylarni boqib yurardim. Bu yoqda mol qo'y boqmadik-ku, sigir sog'ib ko'rdik. Men juda sog'amadim, chunki tirnoqlarim xalaqit qildi menga. Qattim tortsamkanmi, botsachi, og'risachi deb mana molni o'yladim-da. Yodimda qolib ketgan voqealardan biri hazillashib Nodira akaga suv sepgandim, lekin meni bir chelak suv bilan cho'miltirib yubordilar. Shu esimda qoldi, lekin aytgancha keyin men alamimni olaman deb qora kuya yuzlariga surtgandim. Lekin kelib yana meni oldimga kelib qora kuya bilan peshonamga lo'q deb yozib ketdilar. Mayli, kechiraman. Shaharda любой uyga shunday eshigini tepib kirib keta olmaysiz. Bu yerda qo'shni uyga ham, narigi mahalladagi odamni uyiga ham shunday kirib ketsangiz, bemalol sizga yaxshi muomala qilib kutib olishadi. Voy, kutib olishadi. Mana bitta misol keltiraman. Shohruzlar lokatsiyani bilgan, lekin qaysi uyligini bilmagan. Qo'shni uyga kirib, tapchanida qizlar bilan bemalol ichkari xonadami? Ichkari uyida kirib olib yotib olishibdi. Biz charchadik, ozgina yotamiz deb birinchi kelgan payt hech kim indamagan ularga. Operatorimiz kelib, bu uy emas, mana yonidagi uy deb keyin ularga aytishgan. Birinchi o'rinda juda xursandman shu video olinganidan. Uzoq vaqt tayyorlandik, uzoq vaqt bu videoni plan qildik. Juda katta jamoa ishtirok etdi. Birinchi o'rinda hamma shu videoda ishtirok etgan do'stlarimizga rahmat deyman, chunki o'zlarining qimmatli vaqtini ajratib kelishdi. Va albatta mana shu xonadon egasi Dildora xolamga ham katta rahmat aytaman, chunki bizani kutib olib, bizani mana shu uyda yurishimizga, shu qunsironimizga rozi bo'ldilar. Bizga o'zlari polni qaradilar. Bizga dalalar ertalab bugun vaqtli turib, bizadan kech uxlab, bizadan bugun ertalab vaqtli turib, dalalarga olib borib, o'zlarining retseptlari bilan bizga somsalar qilib berdilar, non yopib berdilar. Hammasi juda mazali bo'ldi. Shaxsan men hech qachon bunaqa sharoitda yashamagan inson. Mana shu videodan ham maqsad aynan shu edi. O'zimni haqiqiy qishloq hayotida his qila oldim. O'zi mana shu 24 soat ichidagi menga eng yoqqan moment bu yosh bolalar bilan bog'liq bo'ldi. Imminni ular bilan futbol o'ynaganimizda ularning ko'zidagi quvonchi, ularning baqir-chaqiri, yugurishi. Men umrimda buncha yosh bolalarni ko'pini ko'rmagandim, to'g'risi. Afsusdaman shunaqa kam sovg'a olib kelganimizga. Xudo xohlasa keyingi safar videolarimizda bundanda ko'proq sovg'a olib kelishga harakat qilamiz. Va agar sizlar rostdan ham video yoqqan bo'lsa, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar, shu videoga like bosinglar va kommentariyaga video haqidagi yoki videoda eng sizlarga yoqqan holatni kommentariyaga yozib qoldiringlar. Hammaga rahmat, tez kunda yangi videolarda ko'rishamiz. Mana videoni ham ko'rdinglar, bolalar, video sizlarga qiziqarli bo'ldi deb o'ylayman. Agar yana shunaqa reaksiya videolar chiqarishimizni xohlasanglar, videoga like bosib obuna bo'lib ketinglar va kommentariyada keyingi videoda kim reaksiya qilishimizni ham yozib ketinglar. Sizlar bilan Gans bo'ling. Xayr, salomat bo'linglar.